Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan bugun yoshga doir misollar mavzusini o'rganamiz. Demak, dastlabki misol. Katya va uning onasining yoshi yig'indisi 36 ga teng. Uning onasi va buvisining yoshining yig'indisi esa 81 ga teng. Katya tug'ilganda buvisi necha yoshda bo'lgan? Avval tenglama tuzib olamiz. Katya va uning onasining yoshlari yig'indisi 36 ga teng. Onasi va buvisining yoshining yig'indisi 81 ga teng. Onasi hamda buvisining yoshlari yig'indisi 81 ga teng. Endi buvisi Katya tug'ilganda necha yoshdaligini topish uchun buvisining yoshidan Katyaning yoshini ayirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni buning uchun pastdagi tenglamadan tepadagi tenglamani ayirib qo'yamiz. Onasining yoshidan onasining yoshini ayirsak 0 ga teng bo'ladi va qolgan buvisining yoshidan Katyaning yoshini ayirish uchun 81 dan 36 ni ayirib qo'yamiz. Demak, 81 dan 36 ni ayirsak 45. Demak, Katya tug'ilganda buvisi 45 yoshda bo'lgan ekan. Ikkinchi misol. Onasi, otasi va Rayhonaning birgalikda yoshi 71 yoshga teng. Rayhona onasining yoshi bilan birgalikda 37 yosh. Rayhon va otasining yoshi birgalikda 42 yosh. Rayhon necha yoshga teng? Dastlab tenglama tuzib olamiz. Demak, otasi, onasi hamda Rayhonning yoshlari yig'indisi 71 ga teng. Rayhon va onasi demak 37 yosh. Rayhon va otasi esa 42 yoshga teng. Endi bu ikkala tenglamani qo'shib olsak, ikkita Rayhonning yoshi, onasining yoshi hamda otasining yoshi kelib chiqadi. Ya'ni 37 ga 42 ni qo'shamiz. 79 yosh. Endi uchalasining yoshi 71 yosh edi. Endi Rayhonning yoshini o'zini topish uchun 79 dan 71 ni ayirib qo'yamiz. 8. Demak, Rayhon 8 yoshda bo'lgan ekan. Navbatdagi misol. Akmal, Suhrob, Javohir va Ahmad yaqin do'st. Akmal Suhrobdan 5 yosh, Javohirdan esa 2 yoshga katta. Ahmad esa 40 yosh va Javohirdan 7 yosh katta bo'lsa, to'rtta do'stning yoshlari yig'indisini toping. Dastlab mavjud bo'lgan Ahmadni yozib olamiz. Demak, Ahmad 40 yosh va u Javohirdan 7 yoshga katta. Demak, Javohirning yoshini topish uchun Ahmadning yoshidan 47 ni ayirib qo'yamiz, ya'ni 40 dan 7 ni 33 yosh. Demak, Javohir 33 yoshda bo'lgan. Akmal Javohirdan 2 yoshga katta edi. Demak, Akmalning yoshini topish uchun Javohirning yoshiga 2 ni qo'shamiz. 35 yosh. Demak, Akmal 35 yoshda ekan. Akmal Suhrobdan 5 yoshga katta edi. Demak, Suhrobning yoshini topishimiz mumkin bo'ladi. Suhrob Akmaldan 5 yosh kichik bo'ladi. Demak, 35 dan 5 ni ayiramiz. 30. Endi bu to'rtta do'stning yoshlari yig'indisini topish uchun ularni qo'shib qo'yamiz. 40, 33, 35 hamda 30. Bu sonlar yig'indisini topamiz. Demak, 0, 3, 5, 0 ni qo'shsak 8, 4 ga 3 qo'shsak 7, 7 ga 3 10, 3 qo'shsak 13. 138. Demak, bu to'rtta do'stning yoshlari yig'indisi 138 ga teng ekan. To'rtinchi misol. 36 yoshdagi otaning yoshi 3 ta bolasining yoshlari yig'indisidan 3 marta ortiq. Necha yildan so'ng otaning yoshi bolalar yoshlari yig'indisiga teng bo'ladi? Dastlab ota 36 yosh. Demak, bolalar undan 3 marta kam, ya'ni 36 ni 3 ga bo'lamiz, 12 yosh. Demak, 3 ta bolaning yoshlari yig'indisi 12 ekan, otaning yoshi 36. Necha yildan so'ng ular yoshlari yig'indisi teng bo'ladi desa, o'sha yilda A deb belgilasak, 3 ta bolaga 3A yil qo'shiladi. Ya'ni 3 marta ko'p bo'ladi. Endi bu tenglamani ishlasak, 3A dan A ni ayirsak 2A, 36 dan 12 ni ayirsak 24 va A ni topish uchun 24 ni 2 ga bo'lamiz, 12. Demak, 12 yildan so'ng ular yoshlari yig'indisi teng bo'ladi. Otasi 41 yoshda, katta o'g'il 13 yoshda, qizi 10 yoshda va kenja o'g'il 6 yoshda. Necha yildan so'ng otasining yoshlari, bolalar yoshlari yig'indisiga teng bo'ladi? Dastlab ota 41 yoshda, katta o'g'il 13 yoshda, kichik 10 va 6. Demak, yoshlari 13, 10 va 6 ga teng ekan. Necha yildan so'ng teng bo'ladi desa, har bir iga x qo'shib chiqamiz, ya'ni necha yildandir so'ng deganligi uchun.
va bizda tenglik hosil bo'ladi. Chap tomonda 41 qo'shilgan x, o'ng tarafda birinchi sonlarni qo'shamiz. 13, 10 va 6 jami 29 va x lar 3 ta. 3 ko'paygan x. Endi 3 ko'paygan x lar x ni ayirsak 2 ko'paygan x qoladi. 41 dan 29 ni ayirsak 12 va x ni topish uchun 12 ni 2 ga bo'lamiz. X teng 6. Ya'ni 6 yildan so'ng ular yoshlar yig'indisi otaning yoshi yig'indisiga teng bo'ladi. 6-misol. Buvisi 69 yoshda, nabirasi 24 yoshda. Necha yil oldin buvisining yoshi nabirasining yoshidan 4 marta katta bo'lgan. Endi buvisi 69, nabirasi 24. Necha yil oldin deganligi uchun ikkalasidan ham bir xil yil ayiramiz, ya'ni a yil. Endi buvisining yoshi nabiraning yoshidan 4 marta katta bo'lishi kerak. Shuning uchun nabiraning yoshiga 4 ni ko'paytirib olamiz. Endi tenglamani ishlaymiz. 69 minus a teng 24 ni 4 ga ko'paytiramiz. 96 minus a ni 4 ga ko'paytiramiz. 4 ko'paygan a. Endi 4a dan 1a ni ayirsak 3 ko'paygan a. 96 dan 69 ni ayirib olamiz. 27. Endi a ni topish uchun 27 ni 3 ga bo'lamiz. 9. Yoshga oid misollar mavzusining keyingi misoli. Ali, Vali va Alisherning yoshlar yig'indisi hozirda 80 yosh. 3 yil avval ular yoshlar yig'indisi qanday bo'lgan? Hozirda ularning yoshlar yig'indisi 80 yosh bo'lsa, 3 yil avval uchalasini ham 3 yoshdan kichik bo'lgan. Shuning uchun 3 ni 3 ga ko'paytirib olamiz. 9 yosh. Demak, 3 yil avval ular 9 yosh kichik bo'lgan va 80 dan 9 ni ayiramiz 71 yosh. 3 yil avval ularning yoshlar yig'indisi 71 yosh bo'lgan ekan. 8-misol. Bugun Valining tug'ilgan kuni. 1 yildan keyin u 12 yil oldingi yoshidan 2 marta katta bo'ladi. Vali bugun necha yoshini nishonlamoqda? Valining yoshini a deb belgilab olsak, 1 yildan keyin, demak a plus 1. U 12 yil oldingi yoshidan, ya'ni a minus 12 yoshidan 2 marta katta bo'ladi. Demak, buni 2 ga ko'paytirib olamiz. Endi tenglamani ishlab olamiz. A plus 1 barobar 2 ni a ga ko'paytirsak 2 ko'paygan a minus 2 ni 12 ga ko'paytirsak 24. 2a dan a ni ayirsak 1a minus 24 ni chap tomonga plus qilib olsak qo'shamiz 25. Demak, hozirda u 25 yoshini nishonlamoqda ekan. Yoshga doir misollar mavzusining so'nggi savoli. O'zar aka 56 yoshda, qizi Noila 18 yoshda. Necha yildan keyin O'zar aka Noiladan 2 marta katta bo'ladi? Demak, dastlab O'zar aka 56 yoshda va uning qizi Noila 18 yoshda ekan. Necha yildan keyin deganligi uchun unga har biriga a yil qo'shib olamiz. O'zar aka Noiladan 2 marta katta bo'lish uchun Noilaning yoshini 2 ga ko'paytirib olamiz. Demak, tenglamani ishlaymiz. 56 qo'shilgan a teng 2 ni 18 ga ko'paytiramiz. 36 plus 2 ni a ga ko'paytiramiz. 2 ko'paygan a. Tenglamani ishlash uchun 2a dan a ni ayirib olamiz. A hamda 56 dan 36 ni ayirsak 20. Demak, 20 yildan keyin O'zar aka qizidan 2 barobar katta bo'lar ekan.